بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ushbu Sayyidul Ayyom va Hajjul Masakin bo'lgan juma kunida Alloh subhanahu va taolo mana shu o'zini uyiga qadam bosib kelgan har bitta birodarlarimizni ajriga ko'p hasanatlar yozgan bo'lsin. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytadi: masjidlar Allohning yerdagi uylaridir. Unda namoz o'qiganlar Allohning mehmonlaridir va Alloh taolo o'zini uylariga kelgan mehmonlarni hurmat qilishlik Alloh taoloning haqqidir, marhamat qilgan. Ya'ni biz modomiki Alloh taoloni rozi qilishlik niyatida kelgan ekanmiz, Allohning mehmoni qatorida bo'lamiz va bizni Alloh rozi qilishlik Alloh taoloning haqqi bo'ladi. Alloh taolo o'zi rozi qilgan bandalardan qilgan bo'lsin. Ulamolar aytadi, musulmon kishini albatta 3 ta qo'rg'ondan bitta qo'rg'oni bo'lishligi shart. Yoki uchalasi bir vaqtda bo'lishligi kerak yoki uchalasidan bittasida doim bo'lib turishligi kerak. Bitta qo'rg'oni masjid. Modomiki musulmon masjidda bo'lar ekan, dunyo fisq fujur fasodlardan omonda bo'ladi. Doim masjidda imkoniyat bo'lmayapti turishlikda, ikkinchi qo'rg'oni Allohning zikri. Ya'ni tilida Allohni zikr qilib turishi kerak. Shunda u albatta bir qo'rg'onda ichida bo'ladi. Va uchinchi qo'rg'oni Qur'on tilovati. Uchalasiga ega bo'lgan kishi shaytondan uzoq bo'libdi deyiladi. Endi mana shu uchala qo'rg'ondan birortasida bo'la olmayotgan bo'lsa bir inson, albatta u shaytonning qo'rg'oniga tushib qoladi deyiladi. Modomiki biz bu yerda Alloh uyida o'tiribmiz bitta qo'rg'on, Allohning zikrini qilyapmiz ikkinchi qo'rg'on va Allohning kitobini dars qilib o'rganyapmiz, biz tamomiy qo'rg'onda o'tiribmiz. Ana shuning uchun Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi: "Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub." Masjiddan mavizani eshitib chiqib ketganimizda yoki namozni bir ado qilib chiqib ketganimizda hamma bir xil xotirjam holatda chiqib ketadi. Siri biz qo'rg'onda edik. Shaytonning vasvasasidan uzoqda edik. Dunyoda mushkulalardan qalbimiz uzoq bo'ldi. Allohning zikrini qilganimizda qalbimiz orom oldida, ana shu qalbimiz ozuqa, iymonimiz ozuqa olgan holatda masjid tarqagan bo'ldik. O'tgan safargi suhbatimizda siz bilan mana Ayyub alayhisalomning qissasini o'qib o'rgangan bo'ldik. Ayyub alayhisalomning qissasi bizga bir qancha xulosalarni berdi. Ana shularni qisqacha takrorlab qo'ysak, inshaalloh to'g'ri bo'ladi. Alloh taolo oladigan xulosamizning birinchisi, bir bandasini yaxshi ko'rsa, deydi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, balo olaydi. Moliga, joniga imtihonni beradi va shu bilan gunohlarini tozalab, yana sabrli ham qilib qo'yadi. Insonning boshiga yaxshi kun keladi, yomon kun keladi, musibat kelgan paytda Alloh taolo u bandaga sabrni ham bergan bo'lsa, Alloh yaxshi ko'rganligining bir alomati. Oladigan xulosalarimiz yana bittasi shu bo'ldiki, Alloh taolo mana shu musibat yetgan paytda sabr qilsa va taqvo qilsa, albatta mushkulini oson qilishligini mana Ayyub alayhisolamning qissasida ko'rib chiqqan bo'ldik. Mana Yusuf alayhisalom ana shu akalari kelib o'zlarini 22 yil burun qilgan xatolarni tan olib, Alloh bizni ustimdan sizni aziz qildi deganda, fa inna man yattaqi va yasbir fa innalloha la yudhi'u ajral muhsinin deb javob berdi. Kim taqvo qilsa va sabr qilsa, Alloh bunaqa bandasini ajrini zoya qilmaydi deyildi. Boshimizda yaxshi kunmi, yomon kunmi, taqvo qilsak, taqvo qilish besabr bo'lmaydi. Taqvo qilsak, lekin sabr qilmaydigan bo'lsa, shu taqvo qilishlikka bizning ajrimiz to'liq bo'lmay qoladi. Ayyub alayhisalomga Alloh taolo ne'matni to'liq to'kis berganda ham taqvoda bo'lgan edi. Hamma ne'matni olib qo'yganda taqvoda bo'ldi. Hatto dard berganda ham tamomiy taqvoda bo'ldiki, 80 yil ne'matda, rohatda yashab turib, yana 80 yil mashaqqatda yashamasdan Allohdan shifo so'ragani uyalaman dedi. Ya'ni xulosamiz taqvo qilar ekan, faman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan va yarzuqhu min haythu la yahtasib. Alloh taolo Qur'onda shunday marhamat qiladiki, kim taqvo qilsa va sabr qilsa, Alloh taolo u kishiga mahrojni beradi. Mahroj nima? Ana shu qiyinchilikdan chiqib ketishlik yo'lini beradi. Shuylarmi? Davomida nima bor? Davomida kutilmagan joydan rizqini beradi.
Demak, halol bo'lay, yolg'on gapirmay, tijoratni pokiza qilay deb turib, ko'p ham yurishmayotgan bo'lsa, bu taqvo qilganligimiz uchun shunday bo'lyapti deb o'ylamaydi. Alloh taolo sinayapti. Demak, taqvo qilmasak ham shuna bo'lardi ekan. Endi taqvo qilgan paytda, ish yurishmayotgan paytda, taqvo qilsangiz, ko'p ham bo'lib ketmayotgan paytingizda sabr qiling. Alloh sizni sinayapti. Taqvoda sabr qiling, Alloh mushkulingizni oson qiladi va kutmagan joyingizda nima qiladi? Ayyub alayhisalom qayoqdan boy bo'lib qolishligini tasavvurga keltira olganmidi? Alloh taolo so'rashiga shifo berishini mana 18 yil o'tgandan keyin ko'rdik. Xohlagan lahzasida duo qilsa ijobat qilardi ekan Alloh taolo, lekin taqvo qildi, kutdi, rozi bo'laverdi, iloji bo'lmay qolgandan keyin duo ham qanaqa bo'ldi? Menga kasal yetdi, menga moni ber, oni ber demadi. Parvardigor menga musibat yetdi, sen holimni ko'rib turibsan dedi. Ya'ni senga holimni aytishligimni hojati yo'q. Alloh taolo qanday qilib boyitib qo'ydi? Insonni aqli bovar qilmaydigan holat bilan boyitib qo'ydi. Ustiga ana shu chigitkalardan bir bulut kelib yog'di. Ustiga yopishdi. Chigitkalar oltindan edi. Demak, vayaj'allahu mahrajan, qiyinchilikka kirib qolgan banda taqvoda tursin, chiqib ketadigan joyni ko'rsatib qo'yadi, deyapti Alloh taolo. Suvni berdi, urkuz birijlik. Oyog'ingiz yerga uring, suv chiqdi. Yuvining iching dedi. Shu bilan shifo berdi. Mushkuladan chiqardimi? Bir necha lahzalarda qaytarib qo'ymadimi yoshligini? Va orqasidan nima qildi? Kutmagan joydan rizqini ham berdimi? Yuvinayotgan u pul so'ramagan edi Allohdan. Musibat yetdi menga deb holini aytib qo'ydi, Alloh salomatlikni ham berdi, pulni ham berdi. Demak biz fabutaqo indallohi rizqo fa abuduhu washkuru. Alloh taolo aytadi, rizqni Allohning huzuridan istanglar. Qanday qilib? Ibodat qilib, shukr keltirib. Albatta bozorimiz, do'konimiz, hunarimiz biz sabab. Biz faqat do'kondan, faqat bozordan topmaymiz rizqimizni. U sabab, uni qilishga buyurilganmiz. Lekin rizq bari Alloh tomonidan beriladi. Ibodat qilib, shukr qiladigan bo'lsak. Bu mana shu o'tgan darsimizni bir qisqacha xulosalari edi. Bugun sizlar bilan ana shu Alloh taolo yaxshi ko'rgan bandasini balolaydi degan hadisni davomi bo'lgan bir qissani gaplashamiz. Ya'ni bu qissa shu ma'noga dalolat qiladi. Alloh taolo yaxshi ko'rgan bandalaridan xato sodir bo'lganda, shu xatolarining jazosini o'rnida berganki, qaytib bu xatoni nima qilmaylar? Takrorlamaylar. Bugungi qissamiz bu Yunus alayhissalom qissasi. Qur'ondagi eng ajib nodir suralardan bittasi, qissalardan. Nimaga nodir? Mana qissani o'qib chiqqanimizda inshaalloh bunga amin bo'lamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Yunus ibn Matta. U kishining nasablari boshqa payg'ambarlarnikidek mukammal berilgan sahih ma'lumotlar yo'q. Yunus ibn Matta. Ibrohim alayhisalomning zurriyatidan deyiladi. Ya'ni u kishining ana Zunnun deb ham aytiladi. Nun deb hut yoki kit aytiladigan bo'lsa, ana shu baliq egasi, kit egasi nomlanadi. Qur'onda yana u kishi sohibul hut deb ham zikr qilinadi. Alloh taolo Yunus alayhisalomni Iroqni, hozirgi kundagi Iroqni shimolidagi Naynavo degan bir qishloqqa, qoriyaga payg'ambar qilib yuboradi. Mosul ro'barasida joylashgan, ana shu Mosul bilan Naynavoning o'rtasini Dijla degan daryo ajratib turgan. Mana Ibn Kasirning zamonlarida ana shu Naynavo qishlog'idan qolgan ba'zi asarlar bor edi ekan. Ya'ni qavm iymon keltirgandan keyin o'zlari sig'inayotgan butlarni olib chiqib tashashgan, yuzi bilan yerga qulab yotgan ana shu butlarni qoldiqlari bo'lgan ekan Ibn Kasir zamonlarida. Alloh taolo Yunus alayhisalomni Naynavoga rasul qilib yubordi. Va inna Yunus laminal mursalin. Albatta Yunus elchilardan, payg'ambarlardan, rasullardan edi. Naynavo ahlining adadi juda katta bo'lgan. Fa arsalnahu ila 100,000 aw yazidun dedi Alloh taolo Qur'onda. Ya'ni 100 mingdan oshiqroq bo'lgan Naynavo ahliga uni payg'ambar qilib yubordi. Mufassirlar 120 mingta bo'lgan bu qishloqda adadi deyiladi. Endi hozirgi kunda 120 ming katta songa o'xshamaydi. Hozir bizning bitta rayonimizda ham o'zundan ko'proq odam bor. Lekin u davrdagi odamlar uchun bitta qishloqda 120 mingta odamda bo'lishligi u qishloqni katta ekanligiga bir dalolat hisoblanadi. Naynavo ahli yoppasiga kufrda bo'lgan. Yunus alayhisalom boshqa payg'ambarlar qatori Allohning diniga ularni targ'ib qiladi. Lekin ular boshqa qavmlar payg'ambarlarning gapini qabul qilmagandek qabul qilmaydi va avvalgi payg'ambarlarga qavmlar tajovuz qilgandek
unga tahdid solishlik bilan tug'yonga ketishadi. Yunus alayhisalom bir necha yillar qavmini Allohning diniga da'vat qildi va alal oxir Alloh taolo ularga 3 kun muhlat berdi. Ya'ni Yunusga shunday buyruq bo'ldiki, "Ey Yunus, siz qavmingizga oxirgi tanbehni ogohlantirishda aytingki, 3 kundan keyin iymon keltirishmasa, ularning boshiga balo yog'iladi" dedi. Yunus alayhisalom qavmini ogohlantirishlikka buyruq oldi. Boshqa narsa emas. Qavmiga bu ogohlantirishni aytgan paytida qavm u kishini masxara qildi. Va zannuni zahaba mughadiban fadhanna allan naqdira alayh. Zannun o'zini qavmiga g'azab qilgan holda biz unga yomonlikni taqdir qilmaymiz deb o'ylab qavmni tashlab chiqib ketdi. Alloh taolo ogohlantiring dedi, lekin chiqib keting demagan edi. Qavmi oxirgi ogohlantirishni qabul qilmagandan keyin qavmiga achchiq qilib, jahl qilib, besabrlik qilib, bizni til bilan aytganda o'lib ketishmaysanmi? O'lib ketishmaysanmi? Dedi-da qavmini tashlab chiqib ketdi. Fazanna allan naqdira alayh. Biz uni ustida qodir bo'lmaymiz deb gumon qildi degan ma'no ko'rinadi tarjimani zohirida. Ko'pchilik mana shu oyatni tushunishlikda xato qiladiki, Yunus payg'ambar Allohga achchiq qilib chiqib ketdi. Allohga g'azab qilib chiqib ketdi. Zunnunning qavmidan g'azablangan holda o'z qishlog'idan chiqib ketib, bizni uning hukmiga, ziyoniga hukm qilmaydi deb o'ylaganini eslang. Bu yerda qudra degan so'z lan naqdira degani qodir bo'lmaydi degan ma'noda emas, balki qadar ma'nosida. Yomonlikni qadar qilmaydi menga degan ma'no bor. Demak, lan naqdira kalimasi qudrat ma'nosi emas, balki qazoi qadar masalasiga ishora qiladi. Ya'ni men Allohning payg'ambariman, ular kofiru, tashab chiqib ketsam Alloh menga yomonlik qilmaydi degan ma'noda chiqib ketgan edi. Ba'zida bo'ladi-yu, u namoz o'qimaydi. Bo'laveradi, u musulmon emas, u kofir. Shunaqa bir hayot o'tayotgan bo'lsa, ehtiyot bo'ling, chunki Yunus payg'ambar, men payg'ambarman, Alloh menga yomonlik qilamidi degan hayolda chiqib ketgan edi. Muayyad ibn Abu Sufyon Abdulloh ibn Abbos oldiga kelib aytdiki, Qur'on oyatlarini ba'zilarini o'qib, ma'nolarini, tafsirini tushuna olmay hayronlikda g'arq bo'ldim. Mana shu mushkullardan meni qutqarishlik uchun siz oldingizga keldim. Bu oyatni o'qib tushuna olmay lol qoldim. Menga tushuntirib bering bu oyatni dedi. Abdulloh ibn Abbos habrul umma edi. Ummati eng katta olimi edi. Qaysi oyat tushunmadingiz dedi. Muaviya aytadiki, Allohning rasuli bo'lgan Yunus, Allohning payg'ambari bo'lib turib, Alloh menga yomonlikni yetkiza olmaydi deb o'ylaydimi? Tushuna olmayapman shuni dedi. Ibn Abbos aytadi, bu siz noto'g'ri tushunibsiz deydi. Bu yerda lan naqdiro degan so'z qudrat emas, qadar ma'nosida. Menga Alloh yomonlikni ravo ko'rmaydi, men payg'ambarman deb qo'ydi. Yunus payg'ambar alayhisalom qavmi kofir edi. Ogohlantirish yetkizdi, qavm olmadi, jazoga loyiq edi. Lekin Yunus alayhisalomga chiqib ketishlikka izn berilmagan edi. Bu qissadan Muhammad alayhisalomga nima xulosa bor edi? Nima dars bor edi? Allohning buyruqlarini, ya'ni xususan Makkiy suralarda, Makkada tushgan qissalardan, Makkada musulmonlar aziyatda, mashaqqatda, qiynoqda turgan paytda o'zboshimchalik qilib bir ish qilib qo'ymang degan ishora bor edi. Ya'ni sizdan burungi payg'ambarlarning holidan ibrat oling. O'zini qavmini ruxsatsiz tashab chiqib ketgan paytda o'zboshimchalik qilib qo'yganda nima ish boshiga tushib qoldi? Ibrat olinglar deyilyapti. Bu Rasulullohga xususan dars bo'lsa, bizga ham dars bo'ladi bu narsa. O'zboshimchalik qilib bo'lmaydi. Ya'ni oyat o'qib turib shart xulosa chiqara olmaylik. Ana shu oyatni sharhini o'qimasdan turib, bir hadisni o'qib turib tarjimani tushunmagan bo'lib turib, shart hukm chiqarmaylik. Hadisni sharhlagan ustozlar bor. Biz o'qib o'rganayotgan hadislarni sharhini o'rganaylik. Hadisni zohirini olib turib shuni aytadigan bo'lsak, xato qilib qo'yishimiz mumkin. Misol, sibabul musli fusuqun va qitaluhu kufrun degan hadis bor. Zohirini olaylik. Ma'nosi musulmon bilan so'kishligi fosiqlik, bir-biri bilan urushligi kofirlik dedi. Nima deb tushunamiz buni? Agar zohirini olsangiz, demak musulmon so'ksa fosiq bo'lib qoladi, urushsa nima bo'ladi? Kofir bo'lib qoladimi?
Zohiri kofir bo'ladi deyapti. Ikkomiz mushlashib ketsa kofir bo'lib qolamizmi ikkomiz? Lekin kofir bo'lib qoladi deyapti-yu. Imom Malikning oldiga bir odam kelib, bir masala so'rabdi. So'rasa, Imom Malik ozgina turib, men bu masalaning javobini bilmayman ekan debdi. Debdi, Imom Malik bo'lib turib bilmaysizmi shu narsani? U bo'lmabdi deganda qilganda Imom Malik bor degan ekan. Madinani 4 ta devaligi bor. To'ra devaligiga chiqib turib baqir, Imom Malik masalani bilmaydi ekan. Ya'ni bilmayman deyishli yarim ilm. Mana shu yarim ilm yo'q bizda. Biz bilamiz. Bilmayman deb qo'yishli yarim ilm. Imom Malikdek mazhab boshchisi bo'lgan eng katta olimlarimizdan bittasi bilmayman degani nima qilmayapti? Uyalmayapti. Demak, bilmayman degan odam olim hisoblanar ekan yarmiga. Bilmayman deyishni o'rganaylik. Men bilmayman ekan, men so'rab kelaman domladan deylik. Hadisni qarasangiz, so'kilsa fosiq bo'ladi, ursa kofir bo'ladi deyapti. Mana Muaviyat ibn Abu Sufyon arab bo'lib turib, xalifa bo'lib turib, Abdulloh ibn Abbos oldiga kelib aytayapti, men tushuna olmadim bu oyatni. Bo'lmasam arab bo'lgan u kishi. Payg'ambarimizni ko'rgan u kishi. Tushuna olmasdan uyalmayapti kelib so'ragani. Bilmaganni so'rab o'rgangan olim o'shaga zolim bo'lmaylik o'zimizga o'zimiz. O'rganaylik so'rab. Va zannuni zahaba mughadiban fadanna an lan naqdira alayh. Ya'ni fatvo ochishga shoshilmaylik, gap qisqasi. Bilmayman to'g'rilik, yutkizmaymiz inshaalloh. Oyatning ma'nosi mana shu. Yunus alayhisalom Allohning iznisiz o'zini qavmini tashlab dengiz tomonga qarab chiqib ketdi. Alloh va'da qilgan birinchi kun kelganda Yunus alayhisalom qavmning ichida yo'q edi. Osmondan qora bulut ko'rinib keldi-da, Naynava ahlining ustida shunday turdi. Ichidan chaqmoq chiqib turgan edi. Ya'ni 3 kun chiqib turar edi. Hozir ichimdagi narsani yog'diraman degandek. Qavm shoshib qoldi. Yunus haq gapirgan ekan. Yunus rost payg'ambar ekan. Yunusni istaylar, qani iymon keltiraylik, lekin Yunus alayhisalom yo'q. Naynava ahliga qo'rquv kirdi. Endi boshiga bir balo tushganda hamma Alloh deydi. Balo ko'ringanda hamma Alloh degan. Lekin hammani Alloh deganligi boshiga balo kelganda asqat o'rmagan. Ular aytishdiki, kiborlar yig'ilishdi qavmda. Qasamki bu Alloh taoloning balosidir. Vallohi bu halokat. Odamlarni jamlaylar deydi. Butun 120 mingta odamni to'plashdi bir joyga. Bu balodan qutulishning yagona yo'li iymon keltirishlik deydi. Lekin iymon keltiraylik desa, payg'ambari chiqib ketib qolgan. Nima qilishdi? Endi Allohga iltijo qilamiz. Nafs muroqqa ko'ngillarida kiyishdi. Yig'lasin hamma dedi. Emizili bolasi bor ayollarni bolasi bilan onasini otasini ajratishdi. Bola onam deb yig'ladi, ona bolam deb yig'ladi, hamma yig'ladi. Shoyat biz yig'layotganimizni ko'rib Allohning rahmi kelsa. Falawla kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha. Alloh taolodan balo kelgach, biror qavmni Alloh taoloning balosini ko'rgandan keyin keltirgan iymoni foyda berganini ko'rganmisiz? Ya'ni tavba eshiklari ochiq, modomiki kun mayog'dan chiqib qolmabdi, g'arg'ara shuga kelib qolmabdi, tavba eshiklari ochiq. Shunday emasmi? Baloni ko'rgandan keyin Solih alayhisalomning qavmi go'shtni yeb qo'yishdi, tuyani so'yishib. Sizlarga 3 kun muhlat deyildi. Birinchi kun go'shtni yegan butun qavmning yuzi sarg'i rangga kirdi. Solih alayhisalomning va'dasi haq ekanligi aniq bo'ldi. Ya'ni balodan ko'ra, baloni o'zidan ko'ra baloni kutishlik og'irroq emasmi? Qavmga berilgan va'da haqligi aniq bo'ldi. Yuzlari sarg'i bo'ldi hammasini. Butun qavm yuzi sarg'ayib ketdi. Ikkinchi kuni yuzi qizardi qavmlarda. Ana shularni holini bir tasavvur qilib kelaylik-da siz jonimizga. Allohga hamdlar bo'lsin o'shalarni qatorda qilib qo'ymaganligiga. Uchinchi kun yuzlari qoraydi hammasini. O'zlariga qabr kavlashdi. O'lib olishni xohlayapti, lekin o'lim berilmaydi, baloni ko'rmagunicha ular. Iymon keltirishdi, qabul qilindimi? Qabul qilinmadi. 120 mingta xalq yoppasiga iymon keltirdi.
illa qawma Yunus lamma amanu kashafna anhum azabal khizyi fil hayati dunya va matta'nahum ilahin. Faqat Yunusning qavmi azobni ko'rgandan keyin iymon keltirdi, ular ustidan baloni ko'tardik. Ularni hayotda dunyoda ma'lum vaqtgacha ne'matlantirdik. Tavba qilib olaman. Ishlarimni tekizlab olay. yoki bir rez borib kelay. yoki mana shu ishimni amalga oshirib olay, keyin tavba qilib olaman. Boringki bir inson boshiga bir musibat kelganda Alloh deb qoladi. Lekin tan joni sog', hech kimga muhtojlik bo'lmay turgan paytda aytgan bitta subhanallohsi bilan boshiga mushkula tushib turib aytgan 100 ta subhanallohsi teng bo'lmaydi. Mana baloni ko'rgandan keyin iymon keltirgan bir badbaxt. Lekin Alloh taolo u kishini u la'inda iymonini qabul qilgan emas. Oling shuni. Alloh taolo mana Qur'onda marhamat qiladi. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Banu Isroilni dengizdan o'tkazdik va ularga Fir'avn orqasidan zulm va adovat bilan ergashdi. Ammo qachonki Fir'avnga cho'kishlik yaqin bo'lganda, men Banu Isroil iymon keltirgan ilohga yagona ekaniga guvohlik berib iymon keltirdim dedi. Men musulmonlardanman. Birodarlar, Fir'avn iymon keltirgan. Lekin qabul bo'ldimi? Xomtama bo'lmaslik kerak. Iymon keltirdi. Mana aytamiz. Kimi ketar soatida oxirgi aytgan so'zi la ilaha illalloh bo'lsa, albatta jannatga kiradi. Ha, xo'p, aytibdi ham Fir'avn. Aytsalar bo'ldi ekanmi? Ha, qabul qilishi ham bor ekan, birodarlar. Mana har xil dislarda eshityapsizlar. O'lim soati yetganda kalimani keltiring deb tabib ana shu jarrohlik stolida yotgan odamga la ilaha illalloh desa, "Ey tabib, nima maqsadda aytayotganingizni bilyapman" deb yotgan kasal. Lekin hayotimni bu kalima bilan o'tkazmaganligim uchun ayta olmayman deb o'lib ketmadimi? Ikkinchi kasal. Tabib la ilaha illalloh desa, "Ey tabib" deydi stolda yotgan kasal. La ilaha illallohdagi lom kalimasini nimaga cho'zmayapsiz? Axir la ilaha illalloh deyish kerakligini bilmaysizmi dedi, jon berdi deydi. Namozga beparvo bo'lgan kishining tilidan kalima olib qo'yiladi degan so'zlar bor ulamolar tomonidan. Namozga beparvo bo'lgan kishidan namoz o'qimayotgan emas. Fawailul lil musallin allazina hum an solatihim sahun. Namozlarga beparvo bo'lgan kishilarga vayl bo'lsin demayaptimi Alloh? Benamozlar haqida gap ketmayapti. Namoz o'qiydi, lekin namoziga beparvo bo'lsa vayl demayaptimi? Demak, shu ketayotganda ekanda asosiy ish. Chunki sizlardan bir kishi bir umr jannat ishini qilib yuradi, ketar soatida bitta gunoh ish qilar ekanda, shu bilan dozoqqa tushib ketar ekan, hadisda eshitdim. Deysiz. Ya'ni bitta odam bir umr dozoq ishini qilib yurar ekanda, ketar soatida bitta yaxshi ish qilar ekanda, jannatga kirib ketadi deganini eshitdim. Demak, asosiy ish qachon ekan? Birodarlar, xo'p, aytarimiz ham shu kalimani. Alloh xolasa qabul qilar ekanmi? Inshaalloh Musa alayhisolamning qissasiga yetsak, o'rnida gaplashamiz boburja. Jibril alayhisalom aytadi: "Ey Muhammad" deydi sollallohu alayhi vasallam, "Fir'avnni cho'kayotgandagi meni holimni ko'rsatdi" deydi. Fir'avn ana shu kalimani aytayotganda, unga bo'lgan g'azabim, unga bo'lgan nafratimni qattiqligidan og'ziga suv urib turdim. Aytib yormasin kalimani oxirigacha va Alloh qabul qilib qo'ymasin. Yomon ko'rganligimdan og'zimga suv tiqib turdi. Aytdi. Qabul qildimi? Shuncha aytayapti. Allohning balosini ko'rgandan keyin iymon keltirib omon qolgan biror qavmni bilasizlarmi deb so'rayapti Alloh. Faqat Yunus alayhisolamning qavmi iymon keltirdi. Va faqat Yunus alayhisolamning qavmini iymon Alloh qabul qildi. Nima sabab? Payg'ambari yo'q. Alloh alam sababini. Lekin biz oladigan xulosa payg'ambarning o'zidan xato o'tib qoldi bu yerda. Al-ana va qad asayta qabla va kunta minal mufsidin. Endimi deyapti Alloh taolo. Avval fasod tarqatuvchilardan edi-yu. Mo'jiza qilib qo'ymadimi?
فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Endi dedi Alloh taolo, seni jasadingni, mana shu badaningni, tanangni sendan keyin keladigan insonlarga ibrat bo'lish uchun oyat belgi qilib olib qo'yaman dedi. Albatta insonlarning ko'plari bizni oyatlarimizdan g'ofil. Fir'avn necha ming yil burun cho'kdi akalar. U bilan birga oti, yog'ochi, zanglamaydigan tilla kumushi cho'kdi. Qani ular? Boshqalar qani? Nimaga Fir'avnning o'zi qoldi? Chunki Alloh subhanahu va taoloning va'dasi haq. Sendan keyingilarga ibrat bo'lishing uchun badaningni, tanangni deyapti Alloh taolo. Ibrat olmaysizlarmi deyapti Alloh taolo. Aql egalariga oyat, alomatlar bor bunda. Bir qavm orasida musulmon ham bo'lgan, kofir ham bo'lgan, lekin Naynavo qavmi yoppasi iymon keltirdi. Birorta musulmon kofir bo'lgani qolmadi. Demak, hidoyat kim qo'lida ekan? Alloh xohlasa payg'ambar yo'q bo'lsa ham nima qilib qo'yapti? Hidoyat qilib o'ryaptimi? Demak, akamiz, ukamiz namozxon bo'lib qolishini Alloh xohlasa biz harakat qilmasak ham namozxon bo'lib qolar, faqat olib qolaylik shu o'lishdi. O'sha soatda biz olib qolaylik. Bir odamning qalbi shu uyoq-buyoq bo'lib turib, bir og'iz so'zmay aytmayotdi. Sizni so'zingiz sabab bo'ldi. Yo'q, og'ayna bir Alloh uchun namoz o'qigan dedi, shu sabab bo'ldi, shu bilan kirib ketdi. Yutmadingizmi? Umrining oxirigacha qilgan savobidan sizga ulush bormasmi? Yunus alayhisalom qavmining ustida sodir bo'layotgan ishlardan bexabar dengiz tomon qarab yurdi. Iz abaqa ilal fulkil mashhun. Abaq kalimasi xo'jayinidan qochgan qulga nisbat qilinadi. Ya'ni Robbisidan qochdi, xo'jayinidan qochdi. Alloh taolo Yunus alayhisalom o'zini iznisiz qavmini tashlab chiqib ketganligini aytdi. Dengizga bo'yiga bordi, kema odamlar bilan, yuklar bilan to'lgan kemani mindi. Kema dengizga chiqdi. Endi dengiz chayqalishni boshlaganda kema og'irligidan cho'kishga yaqin bo'ldi. Qavmlar omon qolishligi uchun ana shu matolarini dengizga tashlashni boshladi. Kemani yengillataylik, cho'kib ketmaydi deb. Tashlashdi, kema yengil, lekin dengiz to'xtamadi, cho'kishga yaqin bo'laverdi. Endi deyshti, odam irg'itamiz bitta-bitta. To kema yengillab, cho'kmaslik degan narsa aniq bo'lib qolguncha bitta-bittadan odam tashlayveramiz. Lekin hech kim o'lgisi kelmaydi. Chek tashlaymiz dedi. Qur'a tashlaymiz. Kimga qur'a tushsa, irg'itaveramiz. Adolat. Qur'a tashashdi. Hamma bittadan oldi, Yunus alayhisalomga tushdi. Birinchi chek tushdi. Aytishdiki, yo'q, bu dedi, yaxshi odamga o'xshaydi. Yosh odam ekan, qo'ylar, salohiyatda ko'rinib turibdi yuzidan. Boshqadan tashlaymiz dedi. Boshqadan tashashdi. Yana Yunus alayhisalomga tushdi. Uchinchi marta tashashdi, uchinchi marta ham. Fasahama fakana minal mudhadin. Chekni bir necha marta tashadi, lekin yutkizib qo'yaverdi. Shunda aytishdi, endi tashlamasak bo'lmaydi. Dengizga uloqtirishdi. Dengiz tinchidi. Maqsud kim edi? Yunus alayhisalom. Yunus alayhisalom tushundi shunda qilgan xatosini. Nima sababdan 3 marta unga chiqqanligini tushundi. Qavmini Allohning iznisiz tashlab chiqib ketgan edi. O'z voshimchalik qilib qo'ygan edi. Birodarlar, dinda din bu ergashish, ergashtirish emas. Dinga ergashilinadi. Dinda hukmlarga quloq solinadi, bo'yin egiladi. Dinda o'zini ko'ngliga qarab burilmaydi. Fasahama fakana minal mudhazin. Takror tashlashdi, lekin har safar unga tushaverdi. Faltaqamahul hut. Shu ba'zi rivoyatlar kelar ekan, hali suvga yetmasdan turib baliq yutib ketdi. Hut degani albatta kit bo'lish shart emas ekan biz bilgan. Ana shu katta baliq hut deyaverar ekan. Olib qo'ylar shuni. Subhanalloh. Faltaqamahul hutu va huwa mulim. O'zini ma'lumotlashni boshladi. 3 marta tashlanganda ham Yunus alayhisalomga tushaverganligidan xato o'zidan o'tganligini tushundi. Shuhrat o'sh qarab qo'ylar o'shaga. Albatta suvga tashlanish kerakligini tushundi. Alloh taoloning iznisiz tashlab chiqib ketganligidan bu yoqqa ekan, ayolni bo'lmaylik. O'zini ma'lumot qilishni boshladi. Kishi qilgan gunohiga o'zini ma'lumot qilishligi nasuh tavbani birinchi belgisi.
Ya'ni qanday qilib qo'ydi? Malomat degan inson o'zini ayblashi, o'zini o'zi yomon ko'rishi, o'zini nima deymiz? Tergashi. Nimaga shu narsani qilib qo'ydi? Qamoqqa tushib qoldi. Bu ajib qamoq edi. Baliqning qorni. Ba'zi rivoyatlarda 3 kun, ba'zi rivoyatlarda 7 kun, ba'zi rivoyatlarda 40 kun baliqning qornida qolib ketdi deyiladi. Ya'ni nimada chiqib ketgan edi? Fazonna allan naqdiru alayh. Biz unga yomonlikda taqdir qilmaymiz deb o'ylaganini eslang demadimi? Siz payg'ambar emassiz. Payg'ambarni 100dan biricha bo'la olmaymiz. Lekin payg'ambarlardan shunaqa xato ish bo'lganda Alloh taolo o'rnida toptirib qo'ygan ekan. Alloh xohlagan bandasiga yomonlik taqdir qiladi. Chunki Alloh taolo fa'alul lima yurid, xohlaganini qiladigan zot. Dengizda tubiga baliq borib tushdi. Fanada fi zulumati an la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Dengizda tagiga borib tushganda baliq, mana zulmatlar aro senga duo qildim Robbim deydi. Nechta zulmat? Arab tilida lar degani kamida 3 tani bildiradi. Baliqning qornida qorong'iligi bitta, dengizda qorong'iligi 2 ta va tun osmonda qorong'iligi 3 ta. Tamomiy qorong'ulik, hech narsa ko'rinmaydi. Zulmatlar aro senga Parvardigoro, sendan boshqa iloh yo'q, sen har qanday aybdan poksan, men o'zimga o'zim zulm qilib qo'ydim deb senga nido qildim deydi. Ko'pchiligimiz yodlaganmiz, fanodoti deb yodlaganmiz. Fanadatu fiz zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Falawla annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yawmi yub'asun. Rivoyatlarda Yunus alayhisalomni baliq yutib dengiz tagiga tushganda Alloh taolo Yunus alayhisalomga dengiz ostidagi mahluqotlarini tasbih aytganligini eshittirib qo'ydi. Go'yoki Alloh taolo o'zi nima qilyapti? Yordam qilyapti. Qana qilib chiqib ketishlikni yo'lini o'zi o'rgatyapti. Ya'ni ey Yunus, tasbih aytsangiz chiqib ketasiz bu yerdan. Agar u tasbih aytuvchilardan bo'lmaganida qiyomat kunigacha ana shu baloda qornida qolib ketar edi. Fanada fi zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Bu katta musibat bo'ldi. Nima sabab bo'ldi bu? Bor yo'g'i qavmini Allohning ruxsatsiz nima qiluvdi? Alloh taolo moyishni qilmang deganda qilib qo'yuvdi emas. Alloh taolo indamagan edi, oyog'idan turib, faqat ruxsat bermagan edi. Ruxsatsiz bir ish qilib qo'ygani shuncha jazo. Ya'ni payg'ambarimizga shunday bir dars bo'lyaptiki, o'z boshimchalik qilmang deydi. Biz qancha gunohlarni qilib yuribmiz. Alloh indamagan emas, qilma degan, ochiq harom deb qo'ygan ishlarni qilib qo'yapmiz. Allohning rahmi kelyapti ekan bizga. Bor yo'g'i qavmini ustoz tashlab chiqib ketgani uchun. Nima uchun bunaqa katta musibat bo'ldi? Chunki bu kishi Allohning payg'ambari edi. Payg'ambarlarning sha'nida bunday ish to'g'ri kelmas edi. Payg'ambarlar kimlar? Rasullar kimlar? Allohning elchilari. Elchining vazifasi nima? Elchini yuborgan zotni aytganini so'zsiz bajarishlik. Shunday emasmi? Elchi gapirayotganda o'zini gapini gapirmaydi. O'sha yuborganning gapini gapiradi. Demak, elchi bo'lgan rasul bo'lgan Yunus alayhisalom bunday xato qilishlikka haqqi yo'q edi. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minaz zolimin tasbihini tinimsiz ravishda aytib turdi. Imom Ahmad, Imom Termiziy, Imom Nasoiylarda rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda marhamat qildi. Yunusning baliq qornida qilgan duosi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Qaysi bir mu'min biror ishda Allohga duo qilsa, albatta Alloh duosini ijobat qiladi. Mustajob duolardan javob qabul bo'lishligiga. Chunki Rasululloh sahih hadislarda marhamat qilyapti. Xususan musulmon kishining boshiga bir musibat yetganda, bir aziyat yetganda, mashaqqat yetganda, shundan qutulishlikning siri mana shu kalima bo'ladi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Qiyinmasa, uchinchi Alloh deyapti. Fabtaghu indallohi rizqo. Rizqni Allohning huzuridan istanglar, ibodat qilib, shukr qilib deyapti. Endi bu qilayotgan hunarimiz bitta sabab.
lekin asosiy rizqimiz u hunarimiz sababli kelmaydi. Uni yopsangiz, boshqa joydan kelaveradi, Alloh taolo keltiraveradi. Rizq Alloh beradi rizqni. Sahobalardan biri aytdiki, "Ya Rasululloh, Yunusni balada qonidagi duosi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin duosi faqat Yunusni balada qonidan chiqardi, faqat Yunus uchunmidi bu duo yoki bizga ham ishlaydimi, bizga ham foydasi bormi mushkullarimizdan qutulishda?" deganda Yunusga xos dedi. Mo'minlarga om. Axir oyatda davomini o'qimaysizlarmi? Va kazalika nunjil mu'minin. Mo'minlardan xuddi shuni najotga chiqaramiz deyapti. Demak, bu duo Yunus alayhisolamga ishlagan ekan, bo'ldi, endi boshqalarga ishlamaydi degan gap bo'lmasin. Yunusni qanday bu mushkullardan chiqargan bo'lsak, mo'minlardan shuni chiqaramiz deyapti Alloh taolo. Shuning uchun kishi duo qilar ekan, hech qachon noumid bo'lmasin. Men shuncha yil duo qildim, bermadi Alloh demasin. Shuncha so'radim, ijobat qilmadi Alloh demasin. Chunki ehtimol o'sha gapni gapirdingiz, yana ozgina sabr qilsa Alloh beradi ehtimol. Biz duo qilar ekanmiz, Allohning huzurida turar ekan shu so'rovimiz. To banda so'radim, Alloh bermadi demaguncha turar ekan o'shada. Shunaqa deb qo'ygandan keyin u duosini Alloh taolo yo'q qilib qo'yar ekan, ijobat qilmas ekan. Ulamolar aytishadi, mo'min kishi Allohga duo qilar ekan, albatta 4 tadan bittasini oladi. Million so'radi, tasavvur qilaylik endi, faraz qilaylik. Xolasa millionni berar ekan Alloh. Xolasa 2 million qilib berar ekan. Xolasa millionlik ziyondan to'sib qo'yar ekan, xohlasa oxiratga sanog'i yo'q qilib qo'yar ekan. Mana shu 4 ta holatda qaysi birini yutkizyapmiz biz? To'rovdan yutyapmiz u. Yo beryapti, yo ko'paytirib beryapti, yo o'sha so'raganchalik ziyondan to'siyapti Alloh, yo oxiratga olib qo'yapti. Qaysini yutkizyapmiz? Duo nima? Duo so'rash bu. So'rash nima? So'ralayotgan zotni oldida o'zingizni pastligingizni tan olishlik. Bandasidan so'raganingizni yomon ko'rsa sizni, Parvardigoringiz so'ramay qo'ysangiz yomon ko'radi. So'rash nima? Robbisini ulug'ligini, o'zini pastligini tan olish emasmi? Demak, so'rash kerak birodarlar. Va noumid bo'lmaslik kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, so'rasanglar, Firdavsul a'loda so'ranglar. Men shu yerda bo'laman dedi. O'zi eshigidan o'tib olsa katta gap birodarlar. Shuni emasmi? Alloh rahmatiga olsin, o'tib olaylik. Lekin payg'ambarimiz nima deyapti? So'raganda Firdavs so'ranglar deyapti. Eng baland joyini deyapti. Nimamiz ketadi so'rasak? Mana shu duoni 40 kun to'xtatmadi. 40 kun. Mana shu muddat tugagandan keyin Alloh taolo baliqqa buyurdi. Fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim. Kasal bo'lgan holida baliq uni olib chiqib sohilga chiqarib tashladi. Mana 40 kun havo, suv, yorug'lik bo'lmagan holda inson tirik qolishi mumkinmi? Bir qancha lahzalar kerak havodan to'silib qolganda inson o'lib ketishligiga. Alloh taolo bandasini halok qilishini xohlaganda allaqachon halok bo'lar edi. Lekin bu bandasiga Alloh taolo dars berishni xohladi. Alloh taolo halok qilishini xohlaganda qodir edi Alloh taolo. Lekin dars berishini xohladi. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad. Bir unga qimillab olsanglar sal. Ha birodarlar, ko'zimiz og'lashib qolganga o'xshayapti. Sal qimillab oraylik-da. Ozgina qoldirasiz inshaalloh. Mana oyatda aro kalimasi keldi. Fanabadnahu bil aro. Aro degani bu ana shu daraxt o'smaydigan mintaqa aytiladi. Saqim bu kasal bo'lishligi. Mufassirlar aytadi, Yunus alayhisalom baliqning qonidan chiqqan paytda terisi shilinib ketgan edi. Ya'ni go'shtlari ochilib qolgan edi. Shabada ham ozor berar edi. Quyosh ham ozor beradi. Hasharotlar ham kelib qo'nsa ozor berar edi. Musibatmi? Mushkulami? Yusuf alayhisalom qissasidan oldik. Kim taqvo qilsa va sabr qilsa, Alloh bunaqa bandasini zoya qilmaydi. Kim taqvo qilsa, Alloh taolo mushkulini oson qiladi va kutmagan joydan shiyor qilib olaylik birodarlar buni. Shiyor qilib olaylik. Ertaman turib eslataylik shu narsani. Taqvo qilsam rizqim beradi deylik.
Yotibdi. Mushkulami? Mushkula. Qimirlamaydi, osmonga qarab yotib chalqamchasiga. Go'sh shinib ketgan. Quyosh ozor beryapti, shabada ozor beryapti, hasharot ozor beryapti. Alloh mushkulni qanaqa qilib oson qildi? Atrofida mo'jizalar sodir bo'lishni boshladi. Alloh taolo fambatna ilayhi shajaratan min yaqtin. Biz uni oldida yaqtin daraxtini o'stirib qo'ydik deydi. O'zi daraxt o'smasida, daraxtni o'sishligi bitta mo'jiza. Yaqtin bu dubba qora, oshqovoqda bir turlardan ekan. Lug'at kitoblarida shu narsani topdik. Vallohu alam. Nimaga Alloh taolo deydi mufassirlar, mana shu aynan shu daraxtni ixtiyor qildi. O'zlari javob beradiki, bu daraxtning baklari katta edi. Uni o'radi, optoqdan to'sdi, shabadadan to'sdi. Va hidi shunaqa hid bo'lgan ekanki, hasharotlar kelmas ekan u daraxt oldiga. 3 ta mushkulasini bitta daraxt bilan Alloh hal qilib qo'ydimi? Fattaqulloha va yuallimukumulloh demayapti Parvardigorimiz. Sizlar taqvo qilinglar deyapti. Men o'zim o'rgataman hamma yo'lda deydi. Yunus alayhisalom nimaga qodir hozir? Hech narsaga qodir emas. Kim hal qilyapti mushkulasini? Biz o'zimiz hal qilamiz. Telefon bilan, tanish bilish bilan, birodarlar, Allohdan boshqaga suyanmaylik. Nima edi unati? Tavakkul edi. Tavakkul qo'limizdan kelgan sababni qilamiz, natija haqida g'am qilmaymiz. Qo'limizdan kelgan, shu qarmoq uchiga jugarini sayamizmi, ilonchini sayamiz, tashadik baliq bor joyga. Bo'ldi. Bizdan shu talab qilinadi. Endi baliqni ilashtirish, ilashtirmaslik Allohning ishi. Xuddi shunga o'xshagandek, kasbimizni, tijoratimizni zo'r qilib qilamiz. Endi pulini beramikin deydi usta qilib turib. Bu urf holatiga kelib qolyapti, ustalar haqqini ola olmay qolishligi. Subhanalloh, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qilganlar, uyingda bir odam ishlasang, peshonasidagi teri qurimasdan turib haqqini ber deydi. Ustani norozi qilib, uyidan baraka topayotgan odamlarni ham ko'ryapsiz hayotda. Bu boshqa masala bu. Demak, ana shu mushkulasini Alloh taolo bitta daraxt bilan hal qilib qo'ydi. Nimani yeb turdi? Alloh taolo arviya deyiladi mana lug'atda. Kiyikni uyg'osini yubordi. Kelib yelini tutib turgan. To oyoqqa turguncha shu kiyikni yelini sutini emib shifo topdi. Kim hal qildi buni? Bitta bo'ri kelib yeb kelsa, hech narsa qilmay turaverardi. Bitta it kelib g'ajib kelsa, hech narsa qila olmasdi. Kim hal qilyapti buni? Birodarlar, o'smaydigan joydan o'stirib qo'yapti. Alloh beraman desa, toshga bu desa biz ham Alloh beraveradi, agar xolasa, agar shunga loyiq bo'lsak biz. Suvli joyga chachib ham ola olmayapmiz kerakli narsani. Chunki teva bilan aloqamiz zo'r emas. Farsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. U kishi shifo topib, Alloh aytgan muddatda turdi, qavmiga qaytib bordi. Fa'amanu famatta'nahum. Kelganda hamma iymon keltirgan edi. Birorta kofir qolmagan edi. Yunus alayhisolamga ish qolmadi endi. Ularni faqat shu din bilan tavjih qilib berishga qoldi. Bittadan da'vat qilishga hojat qolmadi. Alloh taolo shunday hidoyat qilib qo'ydiki, ey bandalar, hidoyat payg'ambarda ham qo'lida emas. Hidoyat domlalarda qo'lida emas. Hidoyat Allohning qo'lida. Hidoyatga loyiq bandasiga Alloh beraveradi, agar ichida payg'ambar bo'lmasa ham. Endi akasi namozxon, otasi namozxon, uyda dindor bo'lib turib, ro'mol olmayotgan, yalang'och chiqib ketayotgan singillarimiz bo'lsa, o'zlari iymonda Allohdan so'rasin va birinchi qadam tashlasin, Alloh bersin. Agar har xil narsalar tasha olmayotgan bo'lsak, biz Allohga to'ngamaylik, Alloh insof bergan kun tasharman demaylik. Biz birinchi qadamni boshlab Alloh tomonga intilaylik, Alloh taolo bizga tavfiq beradi. Banda bir qadam tashlasa Alloh tomonga deydi hadis qudusiyda, Alloh 2 qadam tashlaydi. Banda yursam yugurib boraman, yaxshi ko'rib qolaman bandamni deydi. Shuning uchun o'zimizdan ko'raylik uni. Ming xil savollar bor, halolmi, harommi, mubohmi? Bilasan-ku, halol emasligini. Yunus alayhisalom uzoq yil da'vat qildi, lekin hech kim iymon keltirmadi. Demak, hidoyat Allohdan ekan. Lekin Alloh taolo bizni tashab chiqib ketdi, Alloh taolo iymonga keltirib qo'ydi hammasini. Qachon hidoyat kelishini faqat Alloh biladi. Innaka la tahdi man ahbabta walakinalloha yahdi man yasha. Alloh taolo marhamat qildi. Ey Muhammad alayhisalom, payg'ambarimizning amakisi Abu Talib vafot etib ketdi mana, ko'rdik risolada. Xabarimiz bor kitoblardan. Qattiq qayg'urganda Alloh taolo aytdi: "Ey Muhammad alayhisalom, siz yaxshi ko'rganlaringizni hidoyat qila olmaysiz. Biz hidoyat qilganlarni yetalab keta olasiz." Demak, aytib qo'yish sizdan. Lekin hidoyat qiluvchi kim? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Imom Muslimdan rivoyat qilinadi. Hech kim dedi Rasululloh, men Yunus ibn Mattadan yaxshiman demasin.
Nimaga unaqa demasin? Ha, Yunus payg'ambar o'zini qavmidan noumid bo'lib chiqib ketgan ekan, men noumid bo'lmayapman. Men Yunusdan yaxshiman demasin deydi. Nimaga? Fajtabahu robbuhu faja'alahu minas solihin. Alloh uni tanlab oldi va solih bandalardan qildi deyapti oxirida. Fasbir li hukmi robbik va la takun ka sohibil hut. Alloh taolo Rasulullohga aytadi, Parvardigoringiz hukmiga sabr qiling va hut egasidek bo'lmang dedi. Xulosalaymiz darsimizni. Alloh taolo yaxshi ko'rgan bandasidan xato sodir bo'lsa, shu xatosini mukofotini dunyoda toptirib qo'yar ekan. Endi xato ustiga xato qilyapmiz-ku, bizga u mukofot kelmayotgan bo'lsa, Allohdan qo'rqaylik. Yaxshi ko'rgan bandalardan xato o'tganda Alloh taolo taqdirlab qo'ygan ekan. Abasa va tavalla an ja'ahul a'ma. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga ko'r sahobiy Abdulloh ibn Maktum kelganda teskari qarab oldi. Ya'ni yomon ko'rib emas. Men pul dollarni sal iymonga keltirib olsam, iymon kelsa yaxshi bo'larmikin deb qarab xato qiluvdi. Alloh taolo Qur'onda oyat nozil qilib qo'ymadimi? Qiyomatgacha payg'ambarimiz bitta qilgan xatosi o'qiladi. Yahudilar keldi. Ey Muhammad, sen rost payg'ambar bo'lsang, bizga 3 ta narsani aytib ber. Ruh, Zulqarnayn, Ashobul Kahf haqida aytib ber dedi. Rasululloh inshaalloh demasdan ertaga kelinglar, ertaga aytib beraman dedimi? Bitta kalimada adashdi. Nima demadi? Bir vazir rivoyatlarda 15 kun, ba'zi rivoyatlarda 6 oy to'xtab qoldi vahiy deyiladi. Yaxshi ko'rgan bandasi xatosi bo'lganda shart berar ekan mukofotni. Mana o'tgan suhbatimizda bir misolni keltirdik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonlarida mana Imom Termiziy rivoyat qilgan ekan, bir musulmon kishi sahobalardan johiliyatda bir ayolni tanir ekan, musulmon bo'lgandan keyin hali ayol bilan uchrashib qolib, o'zini gaplashib qoldi. Gaplashib qoldi-da, ajrab ketib, hali ayol ketayotganda haligi sahobiy orqasiga qaramana qilib yurib qoldi-da, borib boshini devorga uribdi. Rasulullohga aytgan ekanki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam "Iza aradallohu bi abdin khayran ajjala uqubata zambihi fid dunya." Agar Alloh bir bandani yaxshi ko'rsa, qilgan gunohining jazosini dunyoda ilib berib qo'yadi. Oxiratga qoldirmaydi. Yunus alayhisolamga dunyoda mukofotini oldi. Siz bilan biz ham xulosa olaylik bu darslarim aytilgan mavzulardan. Va ma asobakum min musibatin fa mimma kasabat aydikum va yafu an kaseer. Sizlarda boshingizga qanaqa musibat tushgan bo'lsa, o'zingizlar qilgan ish sababli sodir bo'ladi, deyapti Alloh. Yana ko'pini kechirib turamiz, deyapti. Uhud qissasini aytdik. Sahobalar payg'ambarimiz aytgan joydan tushib ketishuvdi 50tasi, Alloh taolo g'alabani mag'lubiyatga aylantirdi. Yusuf alayhisalomda aytdik, qamoqqa qamalib qo'ygandan keyin Soqiy bola chiqib ketayotganda Soqiyga aytdi. Podshohning oldida bir aytib qo'y meni, tuhmat bilan qamoqqa yuborganligini deb turib, yigitga suyanib qo'ydi. Alloh taolo 7 yil qoldirib yubormadimi qamoqda? Kimga aytish kerak ekan dardimizni? Xo'p. Bu Yunus alayhisalomning qissasi edi. Mana ozgina vaqtimiz qoldi. Bir mavzu haqida gaplashamiz. Bu mana shu hozirgi kunda shaharimizdagi bo'layotgan muammo. Xususan bizning masjidimiz atrofida bo'layotgan muammo. Mashinalarni betartib qo'yishlik, yo'l harakat qoidalariga rioya qilmaslik. Shu mavzu. Men Allohga hamd bo'lsin, atay mana shu 5-10 minut vaqt olib qoldim oxirida. Bir og'aylik jinsiga aytamish. Men svetoforga to'xtamay qo'ydim. Namoz o'qigandan beri. Nimaga to'xtamaysan desa, bu musulmonlar o'ylab topmagan qonun ekan. Xo'sh, musulmonlar o'ylab topmagan qonunga to'xtash yaxshi emas ekan. Ixlos bor gapida. Gap yo'q. Lekin fahm yo'q. Ayiq o'zini xo'jayinini yaxshi ko'rar ekan. O'rmonda yurganda xo'jayin uxlasa o'tirib qorovullik qilar ekan. Kelgan bo'ri so'rlarni haydab. Ixlosi baland ekan, lekin ayiq ekan u. Xo'jayinining betiga pasha qo'nibdi. Xo'jayinini yaxshi ko'radi, ixlosi bor, pashani bunday haydabdi. Uchib ketib qaytib kelibdi. 2 marta haydabdi. Xo'jayinini bezovta qilmasin deb 3-marta tosh bilan betida turganda pashani yopishtirib qo'yibdi. Ixlos bor, lekin fahm yo'q. Birodarlar, musulmonlar yozmagan bo'lsa harakat qoidani, mashinani ham musulmon o'ylab topgani yo'q. Buni ham bilmaslik kerak. Rasululloh qilmagan. Rasululloh samolyotga ham chiqmagan.
Mikrofonga ham gapirmagan Rasululloh. Nima deb tushunamiz buni? Fahm kerak. Mashina xususida. Bu hammalarning ichiradagi dardlar bu. Mashinasi borki odam hozir ko'chaga chiqib ozor chekmay iloji yo'q. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi va yadihi de Rasululloh. Haqiqiy musulmon kim? Qo'lidan ham, tilidan ham boshqa musulmonlar ozor ko'rmasa, shu odam musulmon dedi. Mashina o'zi nima? Mashina Allohning bergan ne'matimi? Ne'matga nima qilish kerak? Shukr keltirish kerakmi? Shukri qana ado bo'ladi mashinani? Ko'zda shukri, ko'zda harom narsadan tiysa shukri ado bo'ladi. Tilda shukri Allohning zikrni qilib g'iybatdan tiysiz ado bo'ladi. Har bitta berilgan ne'matni o'zini Alloh yo'lida ishlatasiz, shukr ado bo'ladi. Va ista'zana robbukum la in shakartum la azidannakum. Agar meni bergan shu ne'matlarimni shukrni keltirsanglar, ko'paytirib beraman, deyapti. Tilingizni tiying, tilingiz garkasidan chiqib ketmaydi gapirayotganingizda. Ko'zingizni tiyib yuring haromdan, ko'zingizni nuri kesaveradi. Shundaymi? Qo'lingizni, qoningizni haromdan tiying, Alloh taolo sog'lom qilib beraveradi. Xo'p, mashinani shukr qana bo'ladi, ado bo'ladi. Mashina haqida Qur'onda oyat yo'q-ku. Va payg'ambarimizning hadisi yo'q-ku. To'g'ridan to'g'ri mashina haqida gapirilgan. Ana shu mashina uchun yozilgan qonun bor. Oyatga, hadisga xilof kelmaydi. Musulmonlarga foyda bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda marhamat qiladiki, al-mu'minu qawiyyun khayrun va ahabba ila Allohi minal mu'mini zaif. Ihris ala ma yanfa'uk. Alloh taologa zaif mo'mindan kuchli mo'min afzal. Har bittasida yaxshilik bor. Davomini qarang. Senga foydasi bo'lgan narsada haris bo'l, deyapti. Shu yo'l harakat qoidalariga rioya qilishda bizga foyda bormi, yo'qmi? Bundan bir 15 yil burun shopirlik qilgan akalarimiz juda yaxshi biladi. Shopirni hurmat qilar edi, tormozni chirog'i, pavorot chirog'i yonmay turib yonmas edi, ikkinchi riyat qilib qo'yib qo'yilmas edi. Yaqin 5 yilda bu yoqqa mashinalar narxi arzon bo'lib ketganligiga narximiz pastlab ketdi ozgina. Bir-birimizni hurmat qilmay qo'ydik. Birodarlar, bu islomdan. Svetoforga to'xtash islomdan. Ikkinchi qilib qo'yib qo'yishning mashinariyati. Bu gunohkorlik, birodar haqqini yeyish bu. Svetofor yo'qmish islomda. Rasa borda qoidaga rioya qilishlikda foyda bormi yo'q bizga? Bora, molimizga ham, jonimizga ham, jamiyatimizga foydasi bormi? Payg'ambarimiz nima deyapti? Senga foydasi bor ishmi? Mahkam ushla shuni deyapti. Demak, o'tib ketayotganimizda payg'ambarimizning hadisiga xilof ish qilyapmiz. Musulmonlar, ko'zinglarni ochinglar. La zarara va la zirar dedi Rasululloh. O'ziga o'zi ziyon qilish ham yo'q, boshqa birovga ziyon qilish ham yo'q. Ikkinchi qilib qo'yib qo'yganingizda ko'cha torida odamlar so'kinib o'tyapti. Musulmonga ozor beryapsizmi? Qani siz musulmonligingiz? Bu mashinamizni vestiga qaraymiz biz. Semizroq mashina bo'lsa o'rtaga to'xtatib qo'ysa ham ayb emas. Biz shunga loyiqmiz. O'zimizga qarg'ish olib bermayapmizmi? 100 ta do'sting bo'lsa oz, bitta senga la'nat o'qiydigan dushman bo'lsa ko'p. Shunday emasmi? Nechta odam la'nat o'qiyapti? Mana shunday mashinani qo'yib qo'ygan paytimizda. Wallazi nafsi biyadihi la yuslim ahad abd hatta yaslamu an-nasu min qalbihi va lisanihi va yadihi. Payg'ambarimiz qasam ichib aytayapti. Imom Ahmad rivoyat qilgan sahih hadis akalar, bu mavzu hadis yoki zaif hadis emas. Allohga qasam deyapti. Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, bitta kishi to'liq musulmon bo'lmaydi to boshqa musulmonlar uni qo'lidan, qalbidan, tilidan ozorni tiymagunlaricha. Biz oyog'imiz bilan, qo'limiz bilan ozor bermayapmizmi mashinamizni noto'g'ri haydayotgan paytimizda? Katta yo'lga chiqib kelayotgan nomard to'xtab turmayapti. Shaq qisilib chiqib ketyapti, xuddi splenasi ishlamaydigandaqa. To'xtab turib, mana asosiy yo'ldagini o'tkazib olish kerak emasmidi? Mana haqqi emasmidi? Birodar 5 so'm pul tushib qolsa haromi? Olmaymizmi? Tarozdan urmaymizmi? Birodarlar, shopirda tarozisi svetofor bo'ladi. Siz qizilga yurganingizda nariga odamning haqqini yeyapsiz bir va joniga tajovuz qilyapsiz, uni o'ldirishga qasd qilyapsiz. 2. Shunday emasmi? Nima? Islomda svetofor yo'q ekanmi? Nima bizga svetofor degan so'z kerakmi mana hadisdan? Bu fahmning zo'rligidan, ilmning chuqurligidan. Qo'li bilan ozor berishlik. Akalar, burilishligingizdan bir 50 metr burun pavorot yonish kerak ekan, tormoz yonishdan burun. Orqangizdagi odam tayyorgarligini ko'radi. Hozir odam burar ekan,
Siz shart tormoz deb turib burgan paytingizda qo'lingiz bilan, oyog'ingiz bilan ozor bermayapsizmi? Gunohkor bo'lmayapsizmi? Masjidda masalan eshitdingiz, sipo musulmon bo'ldingiz, nariga chiqqanda ko'ryapsiz kimligingizni. Bir-biringizga yo'l bermasdan chiyillatyapsiz mashinani. Yoshlar, eshitib qo'yaylik. O'rnidan chiyillatib jildirayotganda bir oqsoqolda yuragi zaif, yuragiga ozor oldi. Bir ayol homilador, unga ziyon bo'ldi. Allohga qasam musulmon bo'lmaysan agar boshqalar seni qo'lingdan, tilingdan, ozordan tiyilmagunicha deyapti. Chiyillatib tormoz berayotganda, chiyillatib to'xtatayotgan paytda ozor berayotganimiz esdan chiqmasin. Qasam ichyapti Rasululloh, iymoning iymon bo'lmaydi agar boshqalardan o'zingni ziyoning tegmasin deyilyapti. Islom degan to'g'ri bu masjidda masala eshitish, darsxonada bir hadis eshitish, Qur'on eshitish emas. Islom bu turmush tarzi. Hojatxonaga qaysi oyoq bilan kirib, qaysi oyoq bilan chiqishlikni o'rgatgan dinimiz, ko'chada mashina minishga yo'l ko'rsatmagan deysizlarmi? Musulmon bo'lmaganlar bizga ibrat o'rayapti bu masalada. Bu zulm. Zulm bu. Alloh taolo zulmni o'ziga harom qilgan va bandalar o'rtasida ham harom qilgan bu narsani. Zulm qilmanglar degan. Man qatala mu'minan mutaammidan fajazahu jahannam xolidan fiha degan Alloh taolo. Kim bir mu'minni qasddan o'ldirsa, abadiy jahannamdan chiqmaydi u degan. Qizilga yurayotganingizda qasd qilib yuryapsizmi? Bitta odamni urib olsangiz nima bo'ladi? Qasd qilib o'ldirganga tushmayaptimi? Yo'lda ustiga ikkinchi rat qilib, uchinchi rat qilib qo'yib qo'ygan paytimizda mana ko'chaga birodarlar. Mana bu yerda 1000 ta mashinaga joyimiz bor, vallohu alam. Lekin mashaqqat kirmayapti hech kim. Alloh bir rahmat qilgan ba'zi odamlarga qolganlar qo'yib qo'yapti. Chunki nimasi zarur? Ishi zarur. Tezda chiqilma qilish kerak, ketib qolish kerak. Birodarlar, ya Yohannas dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ibn Majah rivoyat qilgan hadisda. Inna hadakum la yamut hatta yastakmilu rizqu. Rizqini olmay turib hech kim o'lmaydi deydi. Rizqni istaylar, rizqni talab qilishida chiroyli talab qilinglar deydi. Shopir akalar, taksi akalar, mashinasi bilan tirikchilik qilayotgan birodarlar, bularni qisib olgan paytingizda bugungi topayotgan pulingizga harom aralashib qolmayaptimi? Bolangizga olib boringizda shu harom aralashgan pulni. Biroda svetoforda shuni kesib, shu ustiga qilib o'tib ketgan paytingizda, nariga odamda haqqini yeb o'tdingiz, gunoh ustida pul topmadingizmi? Eshshak qilarni pul topyapmiz. Ana shunday yo'l harakat qoidasiga rioya qilmasdan topgan pulimizni harom qilmayapmizmi? Bu kuyib gapirmasa bo'lmaydigan mavzu bo'lib qoldi bu. Hozir yangi shofir bo'layotganlar hayot shunaqa ekanda ko'nikib ketyapmiz. Lekin men eskidan mashina minganlar ko'rib yuragi siqilib ketyapti. Mina olmayapti mashinani. Birodarlar, musulmon bo'lishimiz kerak biz. Halol luqmon topishlikka buyurilganmiz islomda. Demak, ana shu qizilga o'tib ketayotganimizda yoki ana shu burilish chirog'ini yoqmasdan turib tormozni tepayotgan paytimizda esimizdan chiqmasin. Alloh taolo yomon ko'radigan ish qilyapmiz. Birodarlar, bu talab deysizlarmi, iltimos deysizlarmi? Keyingi juma tirik bo'lsak, mana shu yo'lda bo'yida imkoniyati bo'lsa mashinani qo'ymaylik. Chunki namoz o'qimayotgan yurtgan odamlar namoz o'qiganlarda ahvoli shumi deb turib bizga muhabbat uyg'onmayapti. Ana deydi namozxonlaring deydi. Alloh Xudo deyshadi, yo'lda to'sib qo'yibdi deydi. Yo'lda to'sish qanchalik gunohni o'zlari gapirishadi deydi. Biz ibrat olish o'rniga islomga tosh deyishiga sabab qolmayapmizmi? Qani mana shu gapilgan mavzular kerakligi, kerak emasligini keyingi safar mana shu tomonda ko'ramiz natijasini. Birodarlar, 5 minut keyin boringda, bar Alloh bergan rizq deysiz. Yarim soat burun boringda, Alloh bergan deysiz. Shunday emasmi? Bu mavzuda o'zi 1 soatlik dars o'zi. Buni bu payg'ambarlar qissalarni tugatgandan keyin shunga o'xshagan bir mavzular bor edi, tayyorlab gapiriladigan har bittadan dars. Lekin iloji bo'lmay qoldi bu narsani ushlab turishlikda. Shundiga birodarlar, biz musulmonmiz. Musulmonligimiz esdan chiqmasin. Odamlar islomda rivojiga kim puli bilan, kim mehnat bilan sarf qilyapti. Eng kamida biz axloqimiz bilan sabab bo'lay, odamlar bizga ko'ra havas qilsin. Mana namoz o'qimaganda jinni haydardi mashinani. Namoz o'qigandan keyin ancha insofga kelib qoldi. Islomni o'zgarib turganligini ko'rsatsin. Mana islomimiz rivojiga kim qo'lidan kelgancha bir hissasini qo'shyapti birodarlar. Mana Alloh rozi bo'lsin, shunday bir odamlar bor atrofimizda. Mana shu masjidimizga bir suv ta'minotiga katta bir yordam ko'rsatishyapti. Bir qancha bir tonna suvlarni kelishligiga, shu musulmonlarga tahorat olishiga qulaylik uchun suvlarni yordam berayotgan akamlarimiz bor. Ularda atana atishini hojati yo'q. Chunki bu Alloh uchun qilyapti bu ishni. Alloh rozi bo'lsin kishilardan. Alloh hidoyat qilsin, mol joniga Alloh baraka bersin. Birodarlar, bizga ham Alloh insof bersin. Xususan mashina minayotgan birodarlar, esimizdan chiqmasin.
Savdoda 1 metrda cho'zib qo'ysak qanday harom bo'ladi? Tarozida 50 gram urib qo'ysak qanday harom bo'ladi? Svetofordan urganda xuddi shunday harom bo'ladi. Hujjat dalillar bor bunga. Endi haliginga o'xshagan svetoforga to'xtashlikni xohlamayotgan birodalarimiz mana yurishaversin. Qancha yurar ekan u bilan? Alloh subhanahu va taolo eshitgan mav'izalarga amal qilishni nasib qilsin. Chunki Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu aytadilar: "Man lam yaxshalloh laysa bi'alim." Kim Allohdan qo'rqmasa, u olim emas degan. Biz har qancha masala eshitaylik, Allohdan qo'rqib amal qilmasak, bu masalalar bizga siymayotganligining belgisi bo'ladi. Alloh taolo eshitib, o'rganib amal qiladigan olimlardan qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.